2025-yil 31-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda biz e'lon joylashtirilgan bo'yicha xonadonimizga ishlatish uchun tegirmon uskunasini sotib olgan edik. Marg'ilon shahrida joylashgan Humoyun ismli shaxslar. Va'daga muvofiq kelishilgan holda, og'zaki kelishuv telefonlarda kelishilgan holda biz telefonda manzilni berib, ular bizga buyurtma bergan uskunamizni uyimizga yetkazib berdi. Yetkazib berganda 5 millionga kelishilgan summani biz shopir orqali berib yubordik. Lekin shopir ketgandan keyin biz uskunani, tegirmon uskunasini ishlatamiz deganimizda uskuna ishlamasligi aniq bo'ldi. Qisqasi, lekin ustaxonaga borsak, biz olingan uskunaning dvigatel motori siniq chiqqani ma'lum bo'ldi. Shundan keyin biz yakshanba kuni 2-noyabr kuni biz keldik Marg'ilon shahriga, u bola bilan aloqa qildik, lekin bola joyida yo'q, ertaga keladi deganligi uchun ertasi kuni bugun 3-noyabr 2025-yili O'zbekiston Respublikasi Iste'molchilar huquqini himoya qilish federatsiyasining Marg'ilon shahriga, ya'ni qisqa raqam 1091 ga telefon qilib, ishonch nomeriga telefon qilganimizda Marg'ilon shahar Iste'molchilar huquqini himoya qilish federatsiyasining Marg'ilon shahar bo'limidagilar tezkorlik bilan bizim murojaatimizga javob berib, pulimizni qaytarib olishlikka amaliy yordam berdi. Buning uchun biz O'zbekiston Respublikasi Iste'molchilar huquqini himoya qilish federatsiyasiga katta minnatdorchilik bildiramiz.